Hürmetli vatandaşlık siyasilerimizi devamlaştırmamız endiki mavzumunda. Shinzo Abe istifa berdi. Yaponiya Jungo qattiq qo'l vazirini kutib oladi. Bugun 2020-yil 8-oyning 31-kuni haftaga dushanba. Mavzuli xabar 8-oyning 30-kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Belgelimiga asosan Shinzo Abe'ning partiyasi partiya ishchilari darhol Shinzo Abe'ning o'rniga partiya boshlig'ini saylab chiqdi. Ondan parlament bilan tashlash orqali Yaponiyaning vaziri saylab chiqildi. Erkin Demokratlar partiyasi parlamentda ko'p sonni egallagach, yangi saylanadigan partiya boshlig'i vazirlik o'rnini saqlab qola oladi. Növbətdə qandaq kişi Yaponiyaga vazir bo'lib saylanish kerak? Balki shunday savol qo'yishimiz mumkin. Shinzo Abe faqat salomatligi yorib bermaganligi uchun iste'fo berdimi? Hammaga ma'lum, Amerika-Yaponiya ittifoqi Yaponiya diplomatiyasining yo'l asosidir. Shundaqli Yaponiyaning o'zini qo'g'dash va Sharqiy Janubiy Osiyoning bexatarligi strategiyasi tayinadigan vositadir. Yaponiya Amerika bexatarlik shartnomasi imzolangandan tortib hozirgacha Yaponiya xalqaro masalalarda Amerikaga agishib keldi. 2016-yili prezident Trump Oqsaroyga kirgandan keyin davlat bexatarlik siyosati qadam-qadam tartibga solindi. Jungo birinchi darajalik dushman deb belgilandi. Avval savdo suhbati orqali Jungoga besim ishlatdi. Bu yilning 5-ida Jungo yuqumli virusni qasddan yushirganligi uchun Jungo virusining butun yer shariga kengayishini keltirib chiqadi. Amerika va butun dunyo bir necha 100 ming odamning vafot bo'lishini, Amerikada va butun dunyoda bir necha 100 ming odamning vafot bo'lishini keltirib chiqardi. Har qaysi allarning iqtisodi intayin zo'r ta'sir ko'rsatdi. Prezident Trump hukumati buningdan Jungoning mohiyatini o'zil kesal ko'rib oldi. Jungoni har qaysi sohalar bo'yicha jumladan iqtisod, harbiy ishlar, yolg'on xabar tarqatish, kishilik huquq qatorliq sohalarda qattiq tanqid qildi. Jungodan ayrilib ketish va umumyuzlik zarba berish siyosatini belgiladi. Yani demokratik davlatlar ittifoqini qurib chiqib, Jungoni umumyuzlik chektirmoqchi bo'ldi. Bu qatam partiya programmasida prezident Trump Amerikaning Jungoga tayinib qolishini uzil kesil oxirlashtirish, Jungodan ayrilib ketish, Amerikaning sanoatini yana Jungoga tayandirib qo'ymaslik, Jungoning Amerikaga tahdidini azaytishni belgiladi. Jungoning dunyoviy virusga mas'ul bo'lishini qilcha ishkilanmay Jungodan talab qildi. Shubhasizki, Amerikaning pozitsiyasi Beijingga butun dunyoga shuni aytib berdiki, Amerikaning eng oxirgi nishoni dunyoga eng og'ir tahdid paydo qilgan Jungo Kompartiyasi va uning siyosiy hokimiyatini uzil kesil pachaqlash, uzil kesil yo'qotish, xuddi ayni chog'dagi sobiq sovetlarni yo'qotgandek yo'qotish. Bu Amerikaning eng oxirgi nishoni bo'lib belgilandi. Mushundaq ahvolda Shinzo Abe'ning iste'fo berishi yolg'iz sog'lomlik masalasi emas. Bu yerda nihoyat og'ir vaziyat majmua vatandosh mushu jumlaning kayindi. Bu demak Yaponiyada Jungo Kompartiyasiga qattiq qarshi turgan bir qattiq qo'l rahbarning o'tirg'i chiqishidan darak beradi. Bu vaziyat Yaponiya vaziri Amerikaga moslashib, Jungo Kompartiyasiga birinchi safda turib zarba berishi kerak. Bu vazir, ya'ni yangi saylanadigan vazir 3 nafar kishining ichida birisini tanlash. Hozircha bu 3 nafar kishi o'tirg'i chiqdi. Masalan, Ma Shing Taylang, He Taylang,
ve Şavçüven cinsilan qatarlıqlar o'ttirg'i chiqdi. Yuqorida deyilgandek bu 9 ayının 17 kunigacha bu vazir Yaponiyada o'ttirg'i chiqish kerak. Yaponiya vaziri Shinzo Abe'ning iste'fo berishi yolg'iz kasal masalasi bilan emas. Biz onu ayrım bir payt to'g'rilab yoki shu vazir saylangan kun tahlil qilishimiz mumkin. Vatandaş bunu ayrım tahlil qilmasak bo'lmaydi. Chunki hozir Shinzo Abe'ning Yaponiyada iste'fo berishi Osiyoning vaziyati yoki Jungoga qaratilgan siyosatni Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosatini texnik keskinlashtirdi degan mushu tarzda tushunib turing vatandaş.